先睹为快。 Qancha yoshga kirdingiz? 28 yaşqa. Ailangizda qancha jon bor? 3 jan bor. Dadam, anam ve men. 看见表示多少的意思。看见 yash 表示岁的意思。yash öy 表示家的意思。öy Adam 表示人的意思。Adam Dada 表示爸爸的意思。Dada Ana 表示妈妈的意思。Ana边看边学。 Qancha yoshga kirdingiz? Qancha yoshga kirdingiz? 你多大了 Qancha yoshga kirdingiz? 28 yaşqa. 28 yoshga kirdim. 我28岁了。28 yoshga kirdim. Ailangizda qancha jon bor? Ailangizda qancha jon bor? 你家有几口人 Ailangizda qancha jon bor? 3 jan bor. 3 jon bor. 3口人 3 jon bor. Dadam, anam ve men. Ular dadam, anam ve men. 他们是爸爸、妈妈和我。Ular dadam, anam ve men. 要点总结。Yash 表示岁的意思。Yash öy 表示家的意思。öy bar 表示有的意思。bar Adam 表示人的意思。Adam Dada 表示爸爸的意思。Dada Ana 表示妈妈的意思。Ana